Qadrli ko'rman do'stlar, xalqimizning muqamchilik san'at taraqqiyot tarixi va uni avlodma-avlod beyitib mukammallashtirib, zamonimizga yetkazgan Turdoxin aka qatorliq san'at peshvolarining hayoti va shuhratlik emgigi yozuvchi G'ayrat Abdulla apandining Tavarik nomli romanida tarixi badiiy kamolini topgan. Bugungi suhbatimizga biz oliy muxbir, yozuvchi, adabiy tarjimon G'ayrat Abdulla apandi, dаңlıq obzorchi, tadqiqotchi Muhammad Po'lat apandi, Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyatining bosh muharriri, oliy muharrir Abdulaziz Qayum apandilarni taklif qildik. Xush kelibsizlar. Sizning qalbingizni zaratlab, qo'lingizga qalam oldirgan ishsodi nada? Mushundaq ishga kichik afsulik sabab bo'lgan. Eng oxiri muvaffaqiyatli biz jamoatga topshirdik. Qadrli ko'rman do'stlar, biz suhbatimizga rasmiy kirishishdan burun Tavarik nomli romanning kirishmasidagi bir qism mazmunlarni o'qib ko'raylik. Zamonlardan buyon bizning xalqimiz har xil aqidalarda bo'lib, har xil dinlarga e'tiqod qildi. Lekin ularni almashtirib turdi. Yangi e'tiqodga choplashganda burunqilardan soqindi hisobida qisman yo'sin odatlarni saqlab qolgandan boshqa ilgirki aqidalardan voz kechdi. Har xil yeziqlarni qo'llandi. Lekin yangilarni qabul qilganda burunqilarni tark etdi. Hatto ularni saqlab qo'ymadi. Har xil ism familiya, nom-nasab yo'sinlarini odat qildi. Lekin yangilarga ko'chganda ko'nillarni tashlab etdi. Nurg'un kiyim-kechak, egin shakllarni ishlatdi. Lekin yangilarni qabul qilganda ko'nillarni unutdi. Ammo bizning xalqimiz har zamon, har qanday makonda bir narsadan, ya'ni o'zining naqsh usul muzikasidan, jumladan o'zining muqam san'atidan ayrilmadi. Balki san'atni bo'libmi, o'yinshki muqamni o'z milliy ro'yitining qo'rg'ini sifatida qo'llaydi. O'ziga xos milliy xarakterining inkosi sifatida quvvatladi. Eng ichki ma'naviy dunyosining izhori sifatida azizladi. Uzoq tarixiy madaniyat an'anasining umid sifatida asirdi. Üzülməz icadi iqtidarining namoyish sifatida qadrladi. Fojialik taqdirning boran chopqunlari har qancha shafqatsiz bo'lsa-mu, hayotlik musofisining mushaqqatli sabri qancha kulfatli bo'lsa-mu, mahun zahmak kamolchilari bilan o'z shovqinlarini unditib, u orqali o'zining qalb sadosini yangratdi va uni o'z mavjudligining muzikalik signali sifatida zinhor uzib qo'ymadi. Balki uni o'zining yashash iqtidori, tafakkur javhiri, nomusi, g'urur vijdonini bir-biriga chatadigan jon rishtisi sifatida davomlashtirib keldi. Yuqorida Qur'on o'qiyotgan vaqtimizning o'zida bizningki qalbimiz haqiqatan larzi keladi ekan, choy qiladi ekan. G'ayratga muqamchilik san'atiga bo'lgan o'tliq aqida va yolqinlik muhabbati bilan zamonlardan buyon san'at peshvolarimizning mushu muqam san'atiga bo'lgan an'anasini joriy qildirib, mushu xalqimizningki qimmatlik madaniy merosi bo'lgan 12 muqamni zamonimizgacha yetkazib kelgan Turdoxin akaninki hayot kechmishlari asosiy liniya qilingan mushundaq bir zo'r ham ahamiyatli bir temada sizning qalbingizni zaratlab, qo'lingizga qalam oldirgan ishsodi nada? Bunga men bundaq bir ikki aslilik orqali bir javob berayim. 2005-yili atyoz mazgillari bo'lsa kerak, men bir hukumat ishi bilan Abdumurayli xalq qurultiyi doiy komitetiga berib, ish bitgandan keyin shu yerda ishlaydigan Sulton Mahmud ismli bir birodar akamiz bilan shu Abdumurayli xalq qurultiyi doiy komitetining mudiri bo'lib ishlayotgan Abdurahimon akani bir yo'qlab o'taylik deb ishxonasiga kirdik. Abdurahimon aytdiki, bizde ötmüşünü unutish asiylik. Su içken çağında quduq qazg'uncha unutma degan gaplar. Bak, hazır 12 muqamimiz güzünüp, onundan nurg'un yangi narsalar ijod bo'lib, nurg'un ishlar bo'ldi. Lekin biz 12 muqamni o zamandan bu zamanға
yetkizib bergan Turdağın akını unutup kalıtmaz. Sen bakam kolunun azrak yazıkçılık gelgendikin Turdağın akının hayatını ve onun şu töpsünü bir aksep turduğun birini yazıp baksan kandaq dedi. Endi Turdağın akı demeklik 12 mukam demeklik. Bu 12 mukam benim nazarımda nayet büyük tema. Ben bunu darul cüret kılamadım. Ben bu işini qanday qilishim kerak deb o'ylab yurib yeni bir mındaq bir asrlik isim düştü. Yani 1985 yıldan 1987 yılgacha ben Beijing'de Merkez Parti Mektebi okudum. Endi biz Beijing'de 2 yıl o'quvchi bo'lgandan keyin Beijing'deki cho'nglarni mesela şu vaqtda Seyfettin Efendi, Seyfettin. Bunlar çoğularını heyet bayramlarda bulup heyetler yoklayımız hem de. Kim bir işkıtın bağandıkını saat konuştuk. Bu paralış jaryanı da Seyfettin'imizin ahire 12 mukamı gittik. 1920 yıllarının başlarında Seyfettin'in 10 yaşlarına kirgen vaxtiken Talhağun Bay'ın uyda bir mimar boğan vaxtı birinci kıtım görüp çıkan Turdağın akını. İkinci kıtım 48. yılı Hoten sanat ömrüge terkibide Turdağın ikam asgar ketdi. Turdağın muqam degan adam bugün aş körekte muqam urulaydı degan bu adam başımda berip aşı sanida bu Turdağın ikamның muqamını bir muqamdan parça uruluşunu anlagan dekin endi kichigida ko'rgan Turdağın ikam şu. Şundan aşı şu körek ahirlaşgan Turdağın ikamni ep bilip Abdullah Aziz Alkıs'ın uyda 3 akşam kişiler 12 mukamның hemmisini tutup anlatıyor. Azatlıktan Çin'la bizim merkezde bakalım aldı çoğunluğu zonluyorlar söyleyişler. Beijing'den maksud vakti Uygurlardan not yazışı bildiğin adam olmadan diken. Ben Tongşu Lian Xiaomi diye adamın zonluyunun yoluyla bu için bu arkalık Şinjan'a ekeldirip andikin Turdağın ikamni çoğun oğlu Hüsrak'ın bilen Kasımcan kambiri arkalık izlep tapkızıp oğlan birin Yasin Kudayverdi diye adamni nasıl kılıp bir grup kurup onun birinci kıtımda erşidin tatlıkını katıp kılıp ben Tongşu olan Turdağın ikam oturuşta Abdülkerim Hücayip'ni tercüman kılıp bularını uyuşturup birinci kıtımda kızıntık ediş mağlup boğan dikin 54. yıl andikin Armiyada Molla şey tipçi nikam tipçi eli yok. Andik Erşidin Tatlak Abdülkerim Hücayip ben Tongşu an notunu yazdı. Ayalı Ünalğunu baş kurdu. Andikin bunun meşrep ve dastan kısımlarını bildi okup bilişke Rozidin Abdülhamid Carulayip akılan Rozid'den bir akine çağırıp bir grup teşkillep 13 kim kalmışlar kutkuzu ve jariyan doğrusunda hikaye söylüyor. Ama Abdülkerim'in heliki bu eserini yazış dalalet kılışılan Seyfettin Efendi'nin ağalık bir mansudap began asliligine ben ikisini yugurup en deslepte bu kitabı yazış bunda roman bunda çok acımlık eser yazış kağıdım yok. Fakat Turdağın akının kısaca hayat sergileşçisi zıkkılıp bu 12 mukamını Azat'ın kim partiye hükümet ve rehberliği de Seyfettin Aziz'i Efendi'nin konkret mesul buluşu bilen bunu kandak kutkulduk kakallık bizler yanına bir ifade ettirdiğen bir çoğrak uçuruk mu ya komusa bir biyografik kısmı etabı küçük elimde muş mezmununa ifade ettirdiğen bir nemiz razı gelip Abdülhamid Kanı'nı ettim şu bir iş başlap bunu kazan kırık olgan dekin aturmuş ürün iş başlattım bu kitabın yazılışıga muşundak iki küçük esirlik sebep olgan Abdülhamid'ga tevarik romanı neşr kılınıştım burun Abdülhamid Rayinimiz tevasikli nopuzluk mutaxassislar necam kılıp şu romanını astoydil inchga talqin qilish va muhokama qilishni o'tkazibsizlardi. Eslab baqsangiz shu vaqtdagi muhokama yig'inida mutaxassislarning mush romanға bergan bahasi qanday bo'lgan? Kelgandan keyin dastlabda buni bir oy atrofida o'qib ko'rib beqib bu tavarruk degan nom bilan yozilgan bu asarni haqiqatan bir muhim asar, tarixiy asar. Andan keyin real ahamiyatini cho'nqil bilib
bu vazifani aytdi eg'ir ekan ham sharaf ekan mushuni o'zini chiqitish bu yoshlar nashriyati uchun bir cho'ng bir ish o'g'idek deb o'yladik. Shu vaqtning o'zida bir oydan keyin andin shu Atmirayimizdan ko'z ko'rilgan mutaxassislardan Imin Ahmad akam, Xo'jabla akam, Mehmet Polat akam shunday bir doirada bir 10 ga yaqin mutaxassis chaqirib biz yoshlar nashriyatining binosida bir yig'in ochdik. Yig'in maxsus mushu kitobni, mushu romanni qanday qilsak, texmi yaxshi jamoatchilikka topshirish, qanday qilsak bir yo'l obdan chiqarish to'g'risida muhokamlashdik. Mana keyin yig'in qatnashgan mutaxassislarga nurg'ungan talahtashlar, nurg'ungan fikrlar tushdi. Keyin eng oxirdagi yig'in chaqlimda endi bizga nisbatan bunda bir ikki turli talabni o'tirib qo'yildi. Birisi bu kitob haqiqatan yaxshi yozilibdi. Bu kitob Abdurayimizning bir oq o'rni to'ldirgan, mushu maqom jihatdagi bo'shliqni to'ldirgan mushuna bir yaxshi asar ekan. Bu qolsa Xinjiang yoshlar o'smir nashriyati buni eng tez suratda chiqarsa degan bir talab. Yana birisi suhbatni eng yaxshi suhbat bilan tirishib baqsa degan ikki talabni qo'ydi. Qo'ygandan keyin bu qatimki shu yig'inning ilhomi turtkisi asosida biz yoshlar o'smir nashriyatidagi tahrir muharrir yo'ldoshlar o'zimiz ayrim yig'in ochdik. Aytib shu kundan boshlab biz buni idoramizdagi shu nashriyat qilimiz deyotgan kitoblarning orasidagi bir nuqta kitob qatorida muomala qildiganga, ana ustiga qadamni tizildiganga shuni tutush qildik. Biz Abdurayim tematik planni biz nashriyatlar olgandan keyin buni axborot nashriyat idorasiga yo'llaymiz, yuqoridan tasdiq keladi. Buningga bir necha oy vaqt ketdi. Ikkinchisi biz endi nima bu tartibdan basma zavodlarni oldin o'qish kerak. Buning qanday qog'oz ishlash kerak, mushayatli tafsil ishlarni aytib ko'p. Maqol kelgan ekan, bu bir hamda maqola bir asar, uni bir yaxshi kitob chiqarish uchun oldi bilan mas'ul tahrirlar, muharrirlar obdan ishlash kerak. Bunun rassomlar obdan layilish kerak. Ani basma zavod buni cho'qim yaxshi qog'ozini ishlatib, buni yaxshi besish kerak. To'g'ri 5 oy ichida bu kitobni asosiyatdan o'rindab, eng oxiri muvaffaqiyatli biz jamoatga topshirdik. Obzor yezishqa qiziq tugan omil qanday omil? Ko'p hollarda kitobxon kutilmagan natija oxirlashadi. Shu bular bilan parangiz orqali Tudaqini kamni 6 avlod nasab tarixiga oldi. Muhammad Polat aka siz endi shu obzorchilarning ichida tunji bo'lib, shu roman haqida tarixiy, biografik roman ijodiyatida muvaffaqiyat chiqqan yangi badiiy izlanish nomli bir obzorni yozib e'lon qildingiz. Keyin bu to'plamingizga kirgizibdi bu to'plam. Endi sizni mush asarga obzor yozishga qiziq tugan omil qanday omil? Mening qarashimcha 12 muqom mush xalqimizning milliy ruhi bilan milliy engining tavlangan javri. Mangu takrorligida qayta yaratqili bo'lmaydigan muqaddas ma'naviy boyligi. O endi mening bilishimcha endi 2690 misra klassik she'r, 260 ayrim va mustaqil köy og'angdan tuzilgan buyuk san'at qomusi. Endi muqam ustoz Tudaqnikam mushundaq boy va murakkab san'at mirosimizni o'z qalbidagi pok saqlab, asli holati bo'yicha davrimizga yetkazdi. Meningcha bu endi mangulik yig'ilgan buyuk tarixiy to'pa. Endi kishini afsuslantirdigani shuki, bizning adabiyotimizda mushundaq bir qudrat, talant egasi bo'lgan oddiy bir buyuk odam to'g'risida oddiy bir asrim yozilmadi. Bizning yozuvchimiz G'ayrat Abdulla nihoyat cho'ng ijodiy g'ayrat kelib, o'zining Tavarruk nomli tarixiy biografik romanda bu temani keng badiiy saviyada aks ettirib, Tudaqnikamning buyuk tarixiy to'pisiga yorqin badiiy obid keldi. Endi men romanni qo'lga olgandan keyin 2,5 kun ichida o'qib tugatdim. Bu endi meni qiziqtirganligini tushuntirdi. Roman nihoyat yirik asar bu endi. Undan keyin o'qib chiqqandan keyin menda bir ajoyib bir ta'sirat qoldi. Birisi roman mazmun va badiiy tarafdan nihoyat pishlanganligini his qildim. Buni alqi bir nechta tarafdan sharhiyligili bo'ldi. Birinchisi romanning zaman, makan nihoyat aniq, davr tusini nihoyat quyuq.
har qanday odam o'qigan vaqtda shu davrning ichiga kirgandek his qildi. Romanning badiiy sahnasi ayni yillardagi qadimiy Qashqarning real ijtimoiy hayoti. Yana birisi romandagi personajlar xarakteri nihoyat ro'shan. Faqat 100 yil ta'alluq bo'lgan xoslik ega. Bu romanda dehqon bor, o'lima bor, shoir bor, olim bor, amaldor bor, Gundupay bor, mudarris talib bor. Hammasining shu hayot yo'lidan paydo bo'lgan xarakteri bir-birisidan tubdan farq qildi. Kitobxon bular mutlaq bir-birisiga aralashib qo'ymaydi. Yana birisi mushlarning xarakter o'zgarishisining shu alayidligi shunday darajada ro'shan bo'lganki, bularning o'rniga bir-birisini mutlaq dastlab kelmaydi. Bu yozuvchining olganda nihoyat muhim taraf. Yana bir alayidligi romanning badiiy qurilmasi aytib mukammal. Cho'ng ko'rinishdan o'ziga olgan bo'lsa, buni shu ajoyib mayirlik bilan bir-birisiga bog'lagan. Undaki roman voqealiklarining o'zi jiddiy nihoyat qiziqarli bo'lib, nihoyat ko'p hollarda kitobxon kutilmagan natijaga oxirlashadi. Bu romanda bunday ikki xil alayidlik bor ekan. Asli Tudoqnikamning hayotini shu real hayot ko'rinishi orqali aks ettirsin bo'ldi. Lekin avtor Tudoqnikamning san'at faoliyatini Uyg'ur muzik tarixining yiroq manzarasi bilan bog'lagan. Muqam ustozlari Qidirxon Amanulloh davriga kitobxonni boshlab kirgan. Bu bir tarafdan olganda Tudoqnikamning obrazini yuksak pallaga an'anaviy doira qaytarishdan boshqa nihoyat romanni cho'ng bilish qiymatiga ega qilgan. Yana birisi romanda endi shu odamning aqlini deydigan, tafakkurini qo'zg'aydigan, hayot va dunyo haqidagi tushunchisini cho'nqurlashtiradigan, nihoyat hikmatga to'yingan badiiy falsafiy muhokamalar bor. Mushu yuqorqi narsaning o'zi men romanning menga bo'lgan ta'sirining yadrosini bekitdi. Mushu yuqorqi ikki omil mening mushu roman haqida o'zimning olgan kitobxonlik ta'sirotlarimdan bir maqol shaklida aks ettirib kitobxonlar bilan o'rtoqlashib beqish irodasiga keltirdi. Men shu tafsilotlar orqali bu romanning obzor yozishini tanlab oldim. Shaxsan men bir o'qirman bo'lish bilanimda mush asarni o'qib, shuni men nurg'un tarixiy usullarga ega bo'ldim desam bo'ladi. Undaqda g'ayratga siz mush romanni yozishdan burun mush romandagi voqeaga kishilarningki hayotiga munosabatli bo'lgan joylarga beribsiz. Masalan, Yakan, Yengsa, Qog'liq, Qashqa, Ili, hatto Shomin, Shiyallarga berib, ayni vaqtdagi mushu tarixiy uchurlarni aslab beralaydigan pishqadam kishilar bilan didoriy muloqotda, ziyorat suhbatda bo'libsiz endi. Unda bo'lganda mush kishilarningki va siz to'plagan materiallarning mushu romanni yozib chiqishingizga ko'rsatgan afzalligi roli nima bo'ldi g'ayratda? Ben bu şeylerde bazen ailelerde 15-20 gün, bazen ailelerde hatta 10 gün bir şeye yakın vakit ayrılıp şu Tudoqnikamning şu tuğan mangan izlerini qo'g'lab, şunun öz hayat vaqtida bizning o'tgan birodar bo'lgan konu zamondoshları, izzatdoshlarni hayot qolganlarini izlab tepib, bir iz qo'g'lab 60-70 tak adam bilan paraqlashdim. Bularning ichida menga bir omaddak bo'lib uchrag'ini birisi mushu Yenisada 30-yillarda mushu ta'minlash savdo tarmoqlarida ishlab, keyin shu Yenisa sanoyi nafisda mataylab qilgan bir Mo'ydin aka deydigan bir o'qimishliq bir odam. Shu men ko'rishgan mazgillari shu 2006-yillari 82 yoshga kirib ketgan bu odam. Bu Tudoqnikamning shu balliq davrlaridan tortib shu nechiqatim shu Qashqarga borgan vaqtim shu mapida bilib berib kelib nurg'un hikoya sarguzashtlarini olgan bir shaxsdan. İkinci birisi shu Qog'liq tug'an vaqtida Tudoqnikamning cho'ng o'g'li Qog'liqda bo'lgan. Cho'ng o'g'li G'ushroqundab
13 mukamlı dinti ağandım şu adam tapıp etmegen. Şu Hüsrakun degenin çoğun oğlu Abdurrahman ustam bu. Ustam deyişinin sebep bu. Maşın küçülük bilen ömrünü ötküzgen adam iken şu Abdurrahman ustam bilen uçuşmadım. Tesadüf bir. Üçüncüsü bu Yerkendi boğan mezgillerimde Abdülkadir Davut deydiğen tarixini yaxşı bildiğen bulutmuş Seydiye Xalqı'nın keyinki davrlardagi har qaysi mezgillardagi har qaysi davrlardagi eng uşaq tafsilotlargacha bizning tariximizdan pishiq o'rgangan bir tarixchi odamlar asar oldu. Ben burun ko'rishgan 60-70 odam ichida mush 3 odamdan olgan ma'lumot va nima turmush o'rganish jarayonida ilishgan materiallar ko'p bo'ldi. Bu material haysiyatın ko'p bo'ldi. Birisi men shu bular bilan paranglish orqali Tudaxon akamning 6 avlod nasab tarixiga oldim. Bu material ilishgandan keyin ko'nglimda yeni bir xil arman tug'ildi. 5-6 ay bitinib o'tirib, shu bizning muqamchilik tariximiz, muqamlarimiz, bizning san'atimizning paydo bo'lishi, uning taraqqiyot jarayoni va Müsne dair yazma materyalları arasına girip Cumhur'un, Çetel'in, Hanzular'ın ve başka milletlerin bulup mu bizim Uygur alimlerimizden mesela Abdurrahim Şükür Efendi Akimez Abdüşkür Mehmet İmen Emin Tursun Aka Andrikin Abdüşkür Turde Ahmetcan Ahmedi Mesela bir yürüyüş bizim mukam tatbikatıyla şu anda Hanzular'dan Cuciye, Ventun şu Atarlı Musa'nın 12 mukam onun Çetel'den tercüme kılıngan Hanzulçağa tercüme kılıngan bulup 50-60'tek kitap ve zirgilak ilmi makallarını okup ben Seydiye Xalqı'nın burunki ahvallar bilen buluştum. Muhammed'ga asarda ait zor bir töküm personajlar topu var. Tudaxon aka obrazını gavdlantirib berishda shu asardagi shuncha ko'p personajlarningki roli nima bo'lgan endi? Romanda tasvirlangan personajlarning o'zi har qanday bir o'rinda faoliyat bilan shug'ullansin yoki boshqa bir harakat birmidi bo'lsin, hammasi bir xil badiiy yo'l, bir xil badiiy tafakkur yo'lidan avtorning qalami orqali Tudaxonga bog'landi. Bu personajlarning o'zi Tudaxon bilan bo'lgan munosabat orqali Tudaxonning badiiy obrazini texnik yuksaklikka ko'tardi. Uning ma'naviy dunyosini texnik keng doirada ochdi. Romanda mana shunday bir ruh bor. Bu yerda shu odamlar bo'lgan konkret munosabat orqali Tudaxonning adolat, haqqoniyatni qadrlaydigan, buning uchun yuzini beg'ishasi yanmaydigan ma'naviy dunyosi oshkorlandi. Endi jasoratlik yezi qizi Sepin bilan bo'lgan muhabbati va shu doirdagi kishilar bilan bo'lganida Tudaxonning muhabbat, vafo, tuluq, pak oliyjanob qalbi ochildi. Demak, bu romanda tasvirlangan qo'shimcha personajlarning roli Tudaxonning obrazini yuksaklikka ko'tarish va uning ma'naviy dunyosini texnik nurlantirish uchun xizmat qilgan. Bu ijtimoiy ilmi hozirgacha biz chiqayotgan kitoblarning ichida eng oldin egalladi deb qarash bo'ladi. Tavalluk romani muqam san'atimizning murakkab tarixiy taraqqiyot jarayonini yo'rtishga bag'ishlangan vazn bir asar. Texnik güzel madaniyat yengini yaratish ilhomlantirdi. Öz san'atimizning yildiziga sodiq bo'lish. Abimizga anlasak Tavalluk nomli bu roman Davlat Millatlar ishlari komiteti mamlakatlik axborot nashriyot bosh mahkamasi tarafidan o'qirmanlarni o'qishiga tavsiya qilingan 100 mashhur kitob qatoriga kirgizilibdi. Unda olganda mushu asarningki mushunaq shon-sharaflarga erishishi bilan asarningki badiiy ijtimoiy qimmat o'tirsida qanday bir bog'lanish bor. Bulun bir nashriyat bir kitobni tematik bilan qo'ygan vaqtida eng oldin o'ylashdig'ini uning ijtimoiy qimmati bilan iqtisodiy qimmati. Andan keyin bu zot asar nodir asarim emas buni. Yozuvchi yozib eganligi u qilgan narsa. Mening bu yerda demoqchim biz ijtimoiy qimmati bilan iqtisodiy qimmatini o'ylashgan ekanmiz. Cho'qim ashuni
sifatlik obdan chiqarib jamoatchilikning yaxshi alqishga erishtirish bu bak muhim. Ham Tavar degan bu romanni misol olsak, buning zodi ijtimoiy qiymati neydi? Buning iqtisodiy qiymati neydi? Maya kelgan vaqtda biz Abdumurayim bo'yicha buning boshqa tashviqotni elib bormadik, lekin o'ldigidan bu kitob jamoatchilikdan yuz berishgandan keyin bizga baza topdi. Undan boshqa buning nashr qilishimi Abdumurayimlik hukumatdan madad berilgan edi. Endi Abdumurayimizda hammaga ma'lum Sharq Shamali qurilishi deymiz, shundaqlik yezi qiraatxonalar kitob chirish qurilishi deymiz, mana qurilishlar bor. Bu kitob shu hukumat tarafidan shu yezi kitob qiraatxonalarga solingan kitob. Demak, keng o'qirmanlarimiz, yezi qishloqda o'qirmanlarimiz bu kitobdan xabar topdi, ham yuz ko'rishdi deb hisoblaymiz. Bu bir cho'ng madad. Nashriyatlar chiqargan kitobni hukumatning setib elib, dehqonlarimizga haqsiz bergish bu cho'ng ish. Bu bir partiya hukumatning g'amxo'rlik deb tushunsak bo'ladi. Butun mamlakatimiz bo'yicha 578 dak nashriyat bor. Bu har yili degan necha 10 minglab, necha 100 minglab kitoblar chiqadi. Shuncha olacak kitobning ichidan mamlakat bo'yicha 100 kitobning qatoridan o'rin oldi deganlik bu biz uchun cho'ng sharaf. Bu ijtimoiy unumi hozirgacha biz chiqarayotgan kitoblarning ichida eng oldin egalladi deb qarashga bo'ladi. Muhammad Po'latga Tavarik romani muqam san'atimizning murakkab tarixiy taraqqiyot jarayonini yo'rtishga bag'ishlangan vaznli ig'ir asar. Shunda qo'g'in ekan albatta asarning badiiy ijtimoiy qiymati turganligi. Boya Abduzkan bu vaqtda biroz ushurlarni berdi. Endi siz mush asarning badiiy ijtimoiy qiymatini konkretroq bir ta'liq qilgan bo'lsangiz. Bu Tavarik romanining ijtimoiy badiiy qiymati deganiz unda ikki tarafda esqil bo'lar ekan. Birinchi o'sha Tavarik romani davrimiz kishilarini muqomni qadrlashga, milliy madaniy meroslarimizni suyishga o'rgatadi. Ularning milliy iftorlik tuyg'usini urg'itib, umid va ishonch hissiyotini tavlab, bularni hayotni o'zgartirishga va texmi go'zal madaniyat yangi yaratishga ilhomlantirdi. Tavarik romani adabiyotimizda endi shakllanishga boshlagan tarixiy biyografik roman ijodiyatining badiiy qiyomiga yetkazdi. Endi adabiyotimiz barliq kelgan bu yangi o'zgarish menimcha yozuvchilarimizning tariximizda o'tgan buyuk tövkar shaxslarimizni dodli qalamga ilib, shu tarixiy biyografik roman ijodida texnik nodir asarlarni barliq keltirishga ilhomlantirdi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishat oxirlashdi. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar. Ayollik qaytish, qalb deyishi, o'zlikni tonish va kelajak qatorliq mushu 3 kitobningki har qanday bir odam baxtli, xotirjam, xushal qur'on yashashni orzu qildi. Baxtga erishish to'g'risida to'g'ri yo'lga ketilsa, haqiqatan ijtimoiy qiymatga qaraydi. O'qirmanlarga tek jihatdan maslahatchi, yetakchi bo'lib qolar degan umidda Gulnar Tiyipning bu 100 kitobini nashr qildi. Kuvvet to'liqlay desangiz, armon quvvat xalqini uchun. Kuvvet to'liqlay desangiz, Quvvat to'liqlay desangiz, quvvat to'liqlay desangiz, quvvat to'liqlay desangiz, armon quvvat xalqini uchun. Davlatning patent huquqiga erishgan armon quvvat xalqini haqiqiy quvvat